Bu 3 tane odat sizni bepush qilib qo'yishi mumkin. Birinchisi bu vaqtida uxlamaslik. Ko'pchilik vaqtida uxlamaydi. Telefon ko'radi, ko'chada yuradi, vaqtida uxlamaydi, o'zini bepush qilib qo'yishi mumkin. Nog'ob keladi. Prolaktin oshib ketishini, testosteronni tushib ketishini olib keladi. Bu esa o'z navbatida spermogrammani qulatadi, pastga qaradi. O'zi qachon uxlash kerak? 10:30, 11 uzoqi 10:30, 11. Ikkinchisi bu kam harakat. Hamma hozir kam harakat bo'lib qolgan, ko'pchilik. Bu kam harakat esa sizda ortiqcha vazn olib keladi. Ortiqcha vazn esa sizda testosteronni tushiradi, insulin rezistentlikni oshirib beradi. Sizda spermogramma ham yana pastga qarab kulidi. Uchinchisi ichish, chekish. Bu moda bo'lganmi bilmayman. Men qislik qilib turibman. Nochak ko'rsangiz men qislik qilib turibman. Seni qislik qilgan. Bu sizni qisliqqaningizni, stressga tushganingizni omidi bu. Sigaret, spirtnoy. Bu sizni hayotingizni, umringizni oladigan narsa bu. Umringizni yo'qotadigan narsa. Shuning uchun zararli odatdan to'xtating. Bu qon tomirlariga ta'sir qiladi, jigarga ta'sir qiladi. Yana aylanib kelib spermogrammani qulatadi. Siz bepush bo'lib qolishni istamasangiz, bu 3 ta odatni to'g'rilang. Shunda sizning hayotingiz o'ta go'zal bo'ladi. Bu videoni kimga yuborib qo'yishni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Sizda hozir aytib o'tgan 3 ta odatdan qaysi birisi bor? Kommentariyada yozib qoldiring.